Qo'llash yuzidan alt raqamini yo'l etish bilan birga yurakni besib etib videoni saqlab oling. Yuqoridagi pishib chiqqan holda musholatda bo'ldi. Nihoyat yeyishlik ham o'zgacha tashqi ko'rinishdan tortib mushu ta'migacha alayda huzur bag'ishlaydi. Tuvanda men ketadigan materiallarni tunishtirib o'taman. Oldi bilan yong'oq 100 gram yong'oq meg'izni videoda ko'rsatilgan bo'yicha ezib cho'ngichlikini tashib olamiz. Endi 60 gram üzümni pakiz yuyib, buni videoda ko'rsatilgan bo'yicha to'g'rab oldik. Amdik bosqichda bo'lsa, shu maysiz suvsiz qachimizga 150 gram xuangyo, ya'ni seriq mayni qo'yib, dadenchi bilan shu eritib olamiz. Buning ustiga 6 dona tuxumning iqi bilan seriqini birga chaqdik. Buni yana o'xshash usul bo'yicha bir xil yo'nalishga chilib, aralashtirdik. 80 gram oq shakar qo'ydik, keyin 120 gram asalni qo'ydik. Hammasini bir qachoq silib tekshir aralashtiramiz, do'stlar. Birsiga yaxshi kirishib bo'lgandan keyin yong'oq bilan üzümni qo'ydik. Mushundaq malham hosil bo'ldi. İlk bosqichda 7 gram powderfin, ya'ni ko'p turgin silib, 200 gram un bilan shu malhamni aralashtiramiz. Unning uvoqlari qanmagan qadar aralashtirsak bo'ldi. Quyi qalatdagi hosil bo'ldi. Amdik bosqichda shu yo'lchi deb ataymiz, may qog'ozni silib, maxsus shu pishiriqlarga ishlatadigan. Ast-üst o'tni 160 gradusga tanshab 50 minutda qo'yib pishirib. Eng oxirida pishib bitib chiqqan olti musholatda bo'ldi. Yaxshi ko'rgan xonim qizlar sinab baqsanglar bo'ldi. Yaxshi mislar ko'pchilik